Assalomu alaykum. Chorva biznes kanalining qadrli obunachilari, ijtimoiy tarmoq YouTube, Telegram, Instagram, barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali bizni ko'rib kuzatib turgan aka-uka, opa-singillar, hamyurtlar, qadrdonlar, hammaga xayrli kech. Bugun 2025-yil 15-noyabr, hafta kuniga shanba. Haftaning oxiri, tugash kunlari, dam olish kunlari yaqin qadrdonlar bilan Andijon viloyati Chinobod shaharchasi Qumtepa mahallasida bir fermer akamizni xonadonidamiz qadrdonlar. Bu yerda bir qator yaqin bo'g'ozlarimiz bor. Tayyor tuqqan sigir bo'lsin, bolasi buqa bo'lsin deganlarga yonida bolasi bilan 15 litr sutga 10 tadan oshiqqa garantiya beramiz aka-ukalar. Chunki bitta narsa, bu yeyishiga bog'liq. Xudo xolasa bizga berilgan ma'lumotlari o'zi 15 ta atrofida sut beryapti deyilgan, lekin 10 tani tepasiga xudo xolasa behijolat bizni uyattirib qo'ymaydi. Chunki o'zi ko'rganda ham o'zi bir bilinib turadigan holatda. Qadrdonlar. Xudo xolasa sigirni zo'ridan, olti kurak, yosh narsa. Qadrdonlar, to'liq ma'lumotlarni video davomida berib boramiz. Sizdan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab, videoni oxirigacha ko'ringlar, shoshilmasdan ko'ringlar aka-ukalar. Sizlar uchun manfaatli video bo'ladi. Sog'ligi, yeb ichishlari, dastavkalari qayergacha bo'ladi, qanaqa ma'lumotlarini kerak bo'lsa hammasini xudo xolasa video davomida sizlarga yetkazib beramiz qadrdonlar. Sizdan like bosib, bizni kuzatishda davom etib turasizlar aka-ukalar. Biz boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Sizimsiz, rahmat. Bezovta qildingmi kech kirganda? Ha, yo'q, bezovta qildim. Xo'p, aka 4 ta ya bugunga. Bitta yana bola. Xudo xolasa. Bo'g'oz, bular bo'g'oz, bitta yana bola, bolasi buqa. Xo'p, bolasi buqa. Endi qo'yilgan, endi bu 3-4 oylik bor endi. Ha, gumon bu, ha? Gumon, ha. Hozir, xo'p, buni gumon deb aytib o'tib ketaylik, chunki buni shu turishga sotamiz. Xudo xolasa bo'g'oz chiqsa, 1+1 aksiya, bonus olgan odamga, shundaymi? Xo'p, aka, qaysi tomondan boshlaymiz? Oladan boshlaymizmi? Oladan. Oladan boshlaymiz, ha, yechib, yetalab bir qator ma'lumotlarni berib. Ikkinchi bolasi. Xo'p. Janavar xudo xolasa 8 oylik bo'lib qoldi. Nechinchi qorin? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qoringa tuqqan, ha. 8 oylik bo'g'oz. Xudo xolasa bo'g'ozligi naqa. Bir oy narvesda sigir beradi. Yuvoshliklari yuvoshligini bir ko'rsatib berasiz aka. Mana, qimirlamaydi. Yuvoshligi zo'r. Xudo xolasa chiroyli sigir beradi. Idishlarni zo'r solyapti. Qadrdonlar. Yeb ichishlari zo'r. Yo'q, zo'r. Yurish-turishlari. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, bo'y bastlarini primerda aytib o'tib ketamiz. Endi bularning bo'yi aslida o'zi bir nimani hal qiladigan narsa emas, lekin masofadan turib, videodan ko'rib olayotganlar uchun sizlarga taxminiy bo'ylarni aytib o'tib ketamiz. Bo'ylari 1.30 atrofi, 1.25, 1.30 oralig'ida. Xudo xolasa, ikkinchi qoringa 8 oylik bo'g'oz. Kuragi nechta ekan aka buni? Ko'rdinglar? Kuragi 4 ta. 4 kuragi? 4 kurak. Bo'ldi. 4 kurak ikkinchi qoringa. bolasiga bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz. Xudo xolasa yuvosh. Yeb ichishlari ham yo'q joyida. Xo'p, aka, video boshida aytib o'tib ketamiz. Dastavka. Vodiy bo'ylab, vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab. Hamma viloyatga qilib beramiz. Hamma viloyatga qilib beramiz. Kelishilgan holatda. Vodiyga besplatniy. Vodiyga besplatniy. Andijon, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlariga besplatniy yetkazib beramiz. Bugunning o'zida xudo xolasa dastavkalarni qilib beramiz aka-ukalar. Texnikalarimiz bor. Xo'p, aka, buni ma'lumotlarni berdik. Oyini aytdik, bo'ybastlarni aytdik, 4 kurak. Tanijonni sog'ligiga, yeb ichishlariga garantiya beramiz. Video davomida aytib beraylik. Havodan yuqadigan kasallik, yashur dermatitlarga garantiya bermaymiz. Qolgan xudo xolasa sog'ligi, yeb ichishiga, bo'g'ozligiga, yuvoshligiga garantiyasini beramiz. Xo'p, aka, bu narxini nima deymiz endi? Bu narxini yaqin qilib ayting, ha? Yaqin qilib ayting aka, maqsad sotish. 27 million so'm. 27 million. 27 million so'm. Sigir bersa yaxshi. Sigir chiqadi. Qoringa 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz. Aka, shuni bitta ish qilamiz, videoning davomida, videoni boshida bitta ish qilaylik. Bo'ldi, bering aka. Obunachilar uchun 26 million so'm. Yana xayrini qilib berasiz telefon qilgan odamga. Bo'ladimi? 26 million so'm narx beramiz, yana xayrini. 26 million so'm aka. Yana xayrini qilib berasiz, xudo xolasa. Behayr sho'medi. 26 million. Telefon qilasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. 26 million so'm. Yana xayri bor, xudo xolasa. Ho'p, janob. Kelishiladigan joyi bor. Bak.
Xo'p, mana hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi bo'g'ozimiz nechinchi qoringa? Ikkinchi qoringa bu ham. Ikkinchi qoringa necha oylik? 8 oyda o'tdi. Xudo xolasa 1 oylik. Yurgizing aka men tomonga. Bitta yurgizib bering. Orqa oldilarni yurish turishlari. Bu ham xudo xolasa Umidjon yuvosh. Yaqina xudo xolasa bu ham yuvoshligi. Mana yuvoshligi Umidjon. Yuvoshligi zo'r. Bo'g'ozligi naq. Tanajoni sog'. Tanajoni sog', yeb ichishi hamma yo'g'i joyida. Xudo xolasa bu ham bir ro'zg'orda. Kuragi nechta ekan aka buni? 6 ta shunaqa bu. 6 ta bu ham. Ikkinchi qorin bo'lsa, Ikkinchi qorin. 4 ta 6 ta shunaqa bo'ladi. Oltini ham to'ldirib yubormagan bo'ladi, ko'pincha. O'zi mol yosh ayt. Xudo xolasa idishlari zo'r aka. Tutaklari chiroyli. Xo'p, Ibrohim aka, nima deymiz bu narxini? Buni ham xudo xolasa kelishtirib aytamiz. 34 million dastavka. Butun O'zbekiston bo'ylab. 34 million so'm. Butun O'zbekiston bo'ylab, 34 million so'mga yetib boradi, Yetib boradi. Xolasa O'zbekiston ichida uy bo'lsa bo'ldi. Uy bo'lsa bo'ldi. 12 ta viloyatga. Aha, 12 ta Hurmatli kuzatuvchilar, 8 oylik bo'g'oz, ikkinchi qoringa, 6 kurakka, sog'ligi, yeb ichishiga, yuvoshligiga garantiyasi bilan 34 million so'm xonadoniylarga yetib boradi. O'zbekiston ichida uylar bo'lsa bo'ldi. Chet elga hech ketib qolmasak-ki, dastlabkasi ichida uka. Telefon qilasizlar, xudo xolasa. Endi Ibrohim akam bu yoqqa xayri o'zini nimasi endi, himmati. Yana o'tib beradigan joyi bo'lsa, xudo xolasa, xayr ish bo'lmaydi, savdolash sunnatini yo'lda qilib beramiz. Xudo xolasa kelishiladigan joyi bor. Qimillab naqd turmaydi mana janob. Tek janob. Bo'ldi, yetaling. Telefon qilaverasizlar aka-ukalar, xudo xolasa. Yana kelishiladigan joyini kelishamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi Xo'p, sigiri bu. Bitta tuqqan, buni ajin. Bitta tuqqan, ikkinchisiga xudo xolasa. Bitta tuqqan, ikkinchisiga. Xo'p, Ibrohim aka bu bo'g'ozligi naqmi? Xudo xolasa bo'g'ozligi 3 oylik yog'i endi tekshirtirib oladi. Tekshirtirib qo'yilaveradi, ya. Tekshirtirib qo'yilaveradi. Gumon bor-a? Gumon bor. Xo'p, gumoni bor, 3 oy atrofida qo'yilgan buqaga. Xudo xolasa bu ham yosh. Kuragi nechta buni? Buniki ham shu 4 ta bo'lishi kerak, 6 tami, ikkinchisida qondagi. Ikkinchi qoringa, xudo xolasa, ushlagan bo'lsa, 2-3 oylik atrofida gumoni bor. Sog'ligi, yeb ichishi, yuvoshliklariga garantiyasini beramiz aka-ukalar. Yurgizing, Ibrohim aka ozgina ko'rsataylik. Ha, oyoq oshlarini. Tanajoni sog'. Bo'ldi aka, qaytaravering. Yuvoshligi yaxshimi? Yosh. Yoshliklari zo'r, xudo xolasa. Xo'p. Bo'y baslari buniki ham shunaqa, 1.25. 1.25 30 atrofi. 1.25, 1.30 atrofi. Ikkinchi qoringa 3 oylik gumon. Hurmatli kuzatuvchilar, buni xudo xolasa olgan odam o'zi tekshirtirib beradi. Puli yengil. Eng qizig'i. Puli yengil. Nima deymiz Ibrohim aka pulini? Dastavkasi bilan aytaymi? Dastavkasi bilan. 22 million. Yondiring. 22 millionga yetkazib beramiz. 22 million so'm. Butun O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab 22 million so'm. Aka-ukalar 3 oylik gumon, 22 million. 4 kurak. Shved gulidan deganlarga. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab xonadoniylarga yetib kirishi bilan 22 million so'm bu sanaladi. Xudo xolasa chiroyli mol. Go'zal aka-ukalar. Xolasa sifatli zino deganda. Sigir qilib olaman. Yosh. Telefon qilasizlar, xudo xolasa. Ibrohim aka endi yana kelishiladigan joyi bo'ladimi ozgina? Magazin bo'lib qolmasin, biz magazinchi emasmiz, ha? Ozgina xayri bo'ladi, xudo xolasa. Telefon qilgan odamni norozi qilmaymiz. Kelib ko'rib olib ketadiganlarni ham xudo xolasa mos qaytarmaymiz. Mos qaytaramiz. Bo'ldi, yetadi. 22 million so'm ikkinchi qoringa 3 oylik gumon aka-ukalar 4 kurakka. Yana kelishiladigan joyi bor. Xo'p, mana hurmatli kuzatuvchilar, videoni eng kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. Xudo xolasa, bu nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Kuragi nechta? Kuragi 6 ta. 6 kurak. Ikkinchi bolasi Novvoz. Bola buqa, qadrdonlar. Bola buqa. 15 ta. Yaxshi bo'lsa 15 ta, 10 tadan tepada. Tepada, xudo xolasa. Xudo xolasa 10 tadan tepada. Biz unaqa ko'p aytmaymiz. Fantastika qilish kerak yo'q-da. Fantastika qilmaymiz. Unaqa boshqalarga 22 ta, 18 ta demaymiz. O'zi aka, mana buni bizni kanalda buni ko'rib turgan odamlar shunda qaraganda o'zi bilib oladi aka, mol. Mana bola sog'ilgan holatdagi shu idishi mana. Idishni o'zidan bilib oladi. Dimlab chiqarmaymiz. Buni. Mana, ukalar, idishni ko'ring. Sog'ilgan holatdaysan. Xudo xolasa 15 ta sutga olaverasizlar. 10 tani tepasida naq sut aka-ukalar. Zo'r bormasa 15 tagacha xudo xolasa suti bor. Xudo xolasa mana janavar. Yosh narsa. Shvedni gulidan so'raganlarga oq quloq, oq tumshuq, oq yelin. Ikkinchi bolasi, bola buqa.
Tani joni sog'. Go'zal narsa aka-ukalar. Bo'ylari 1.30. Hali 15 yil, kami 12 yil sigirda alishtirib 10 yil tepasida xotirjam boqaverasizlar. Yosh. Ana shunaqa buqachalardan yilda tug'ib berib tursa, uzilmaydi inshaalloh. Xonadondan baraka uzilmay turadi. Har yili bittadan yoniga bolasi tushib tursa qadrdonda. Buqacha mana bola ham. Yetalenda aka. Necha oylik bo'ldi bu bolasi? Bolasi oy bo'lmadi-ya? Yo'q, hali yosh bolasi. 12 kun bo'ldi. 12 kun. 12 kun. Juda polvon narsa. Bolasi bu yoqqa olib kel bolasini. Bolasi yangi. Inshaalloh. Eti ham zo'r, xudo xolasa. Ko'rson. O'ta polvon narsa. Qadrdonlar. Yeb ichishi, sog'lomligi, sog'lishi ham yo'q, xudo xolasa yaxshi. Yoshligi zo'r-a? Zo'r. Xudo xolasa Aka mana shu sho'g'larni ham bitta ko'rsatib beramizmi? Bir Sog'inlarini ham, qiziqqanlarga. Bitta ko'rsatib bering aka. mana. Jana. Yirat mana. Erkak kishi ayol kishi tanlamaydi, o'yinchoq tanlamaydi. Xudo xolasa Hozir behjola. sog'ilgan holatda shu hozir. Dimlab chiqarganimiz yo'qmiz. Xotirjam sog'ilaveradi, xudo xolasa. Ularda yosh bolalaringlar ham bemalol Mana borib. to'g'ridan Shovvani qaranglar, hali paqir teshadi deydi-yu. Shunaqasi aka-ukalar. Mana stillar ham o'ta qo'yiq janavarda. O'ta qo'yiq mana. Alloh barakasini bersin. Aka, buni endi nima qilaylik? Olgan odam ham maza qilib sut ichsin. Pulini ham yengil qilib aytaylik aka. Olgan odam Rostdan aytaylik-a. Yengil qiling aka, yondiring. Narx aytay. Maqsad sotishmi? Maqsad sotish. Sotaylik aka. Qo'l bering. 50 demayman. 50 fantastik bo'lib ketadi endi aka. 48 ham demayman. 48 ham yo'q. 47 million. 47 million so'm. Dastavkasi bilan. Dastavka butun O'zbekistonga. O'zbekiston bo'ylab. Uyi bo'lsa bo'ldi-ya. Uyi bo'lsa bo'ldi. Yana xayri bormi? Telefonlashaylik. Ne xayri sho'maydi, xudo xolasa. Kelishamiz. Molga qaramay aka, molga qarab sotkisi kelmay qolyapti. Sotaman. 47 million so'm yana xayri. Dastavkasi bilan. Bolasini o'g'asi bilan ikkinchi tug'ishi 15 tagacha bor. 10 tadan tepasiga. Xudo xolasa yana 1 oy atrofida bola 15 kun bo'lsa, yana 1 oy atrofida yana buqaga qo'yib qo'yilaveradi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana Yenasi- molni o'zi ko'rib tursin mana. Bir oyda Hamma atrofida- joyi yaxshi. Tutaklari ham Yana buqaga sog'ishli. qo'yilaveradi. Odam tanlamaydi. Mana aka-ukalar. Shvedda so'radan boqaman deganga, haqiqiy sut yo'nalishiga deganlarga, xudo xolasa Farg'onaga borsa, Farg'onani sut bilan ta'minlaydi, Namanganga borsa, Namanganni bitta mahallasini bemalol sut bilan Butun O'zbekiston bo'ylab aka-ukalar. Joning sog' yur. Tushlarni qaranglar buni. Qadrdonlar, Bolasini. ana shunaqa gaplar. Xudo xolasa hammasini Kim xayri bunga bo'lsa ziynati mol bor. mazaq hisob ichadi. Aka, telefon qilgan odamlar xudo xolasa orzu qilmaymiz. Xudo xolasa mol bilan Hammasini sotamiz inshaalloh. Hozir hammasini sotamiz. Mol bilan Yetkazgan vaqtinglarga rozi bo'lasiz. Bolasi ham mana dadil, ichib o'tgan yo'q mana janavar. Cho'tkilar yo'q, zo'r. Ham yo'q, kasal-pasal yo'q. Bo'ldi. Aka-ukalar, Bolasi- yetkazgan vaqtinglarga bolasi- rozi bo'linglar. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lish tugmalarini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlar uchun Chorva biznes kanalida yana ham zo'rlardan chiqarib ko'rsatishda davom etamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sigiring bormi desa bor. Xonadoninglardan mana shunaqa sigirlardan 10-15 tadan tursin. Sut qatig'ini ichib, qaymog'ini yeb, rohatlaninglar aka-ukalar. Joninglar sog' bo'lsin.